Hammaga assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Bugun 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge'imizni 12-kuni o'tgan kuni take profit oldik. Bugun ham take profit olishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam savdoni boshlaymiz. Xudo xolasa savdoni ham boshlayapmiz. Savdo qilayotganimni qancha dollar topyapti, qancha dollar ketkizyapti hammasini videoda ko'rsatib o'taman tezlashtirilgan kadrda. Hozir videoda har kuni qo'yayotgandim. Endi 2 kunda bir qo'yyapman. Ayrim sabablarga ko'ra xudo xolasa har kuni ham qo'yib turaman. No ko'pincha 2 kunda bir qo'yaman. Chunki qiyin bo'lib qolyapti. Har kuni qo'ysam kuzatib boringlar. Xudo xolasa take profit olishga harakat qilaman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Birinchi o'rinda obuna bo'lib qo'yinglar. Yana like bosib qo'yinglar. Menga bu motivatsiya bo'ladi. Ana bo'lsam ketdik. Fabri on the beat. Mana ko'rdinglar, Allohga shukr, strategiyamiz asosida take profit oldik. Bu tepadagi take profitlar bugun olingan, lekin bu ertalab olinadi. Mana bu hozirgi videodagi take profit 2 dollar 90 sent. Mana take profitimiz full olindi. 1 dollar 80 sent take profitimizda biz 2 dollar 90 sent daromad qildik. Allohga shukr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lib qo'yinglar, like bos esdan chiqmasin. Podelиться o'rtog'inglarga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa inshaalloh 150 ming dollar ham qilishga harakat qilamiz. Yechishga ham harakat qilamiz va yechib sizlarga ko'rsataman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.